Ovsinjon, men hovlilarni supurgunimcha erim olib kelgan pilisos bilan uylarni pilisos qilib chiqing. Hozir. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman. Ha, olsin. Erim olib kelgan Wi-Fi ga ulanib olib, madaniy hordiq chiqarib olsizmi? Ay, biram bilag'ansiz. Yaxshi olib kelibdilar-ya. Yana ersiz qoldi-ya bechora bu. Yaxshiyam erim shu svetga pul to'labdi-da, bo'lmasa televizor ko'ra olmay o'tirardi. Voy, shu eringizni pullari ko'paysin. Mazza, salqin, shabboda. Ha, olsin. Erim o'rnatgan konteynerda muzdek o'tish necha pul bo'lyapti? Voy, rahmat aytib qo'yarsiz. Qo'shni, bizdan ketman oluvdinglar, nima bo'ldi? Olsin, siz eringiz olgan turib olib chiqib bersinlar. Mani erimni pamyati 128 gigabayt olsa esingizda turardi. Sizning eringiz olgan esi yo'q. Har holda bizga ketmon kerak emas, sizga kerak bo'ladi. Olib chiqib beringlar ketmon. Erim olib kelgan qurchoyda choy damlab yuboring. Erim olib kelgan choynakka damlayman-da. Voy, hada. Ha, olsin, mening erim qurib qo'ygan uyda yashash mazza bor.